Lekin birodar bir narsani bilib qo'ying. Namoz o'qimadik, ihson bermadik, gunoh ishlar qildik. Banda bilan Alloh orasida. Inson tavba qilsa Alloh kechiradi uni. Inshaalloh kechiradi. Lekin birodar, banda bilan banda orasidagi bir tiyinni ham Alloh taolo kechirmaydi. 1000 taqvodor bo'ling siz, 1000 rakat kuniga namoz o'qing, har kuni millionlab ihson bering, birodar, bandani sizga bir tiyin haqqi qolib ketgan bo'lsa Alloh kechirmaydi uni. Shuning uchun birodar, o'nglaning. Dunyo hayoti oxiratga zaxira uchun berildi birodar. Birovning haqqi sizga o'tib qolmasin. Sizni haqqingiz o'tgan bo'lsa, u birodaringiz qiynalmasin-da, siz o'ting undan, bahridan o'ting, kechiring, Alloh taologa duo qiling, ziyodasi bilan sizga bersin, siz undan rozi bo'ling birodar. Mana mu'minchilik birodar. Shuning uchun bugungi kunda o'ylaylik endi. Biz do'konda ishlaymiz. Bizga necha kishilarning haqqi o'tdi. Biz-ku bir kishi yoki ikki kishi bilan umrimiz davomida oldi berdi qilgan bo'lsak-u, uni taniymiz, uni uyiga boramiz. Birodar, mana bu pul yoki mana bu mendan bir sovg'a. Nimaga sovg'a? Mabodo bir-birimizga haqqimiz o'tib qolgan bo'lsa, men roziman, sen ham rozi bo'l deb undan rozi rizochilik olsa-ku bo'ladi.